Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugungi bemorimiz statsionar bemorlar bo'lib, bular Qozog'iston fuqarosilar, Zilyapa bo'ladilar. Bular bir necha yildan buyon qandli diabet kasali bilan kasallanganlar. Bularga qon tashxislariga qarab plazmafarez muolajasini buyurdik. Bular birinchi muolajani olyaptilar. Biz Chimkentdan keldik. O'ta keremet, bu yerning yemi, barcha rahmat. O'ta kuchli yemi, o'ta adal, qanday yaxshi dem olib жатырық. Qanday yem bo'lsa, sol yemning barini olib жатырық. O'ta rizamiz. Rahmat. Men mana plazmafarez ikkinchi ret olib жатырмын. Men чувствам o'ta kuchli, o'zimni jengil istayman, basim og'rimaydi. Вообще keremet ощущение bo'lib жатыр, вообще kuchli. Hech qanday ne yo'q, keremet. Mana qizga ming rahmat. O'zbekistonda bunday vrach yo'q ekan mana. Rizaman, rahmat ko'p.